Gidroponikani noldan o'rgating degan obunachilarimiz uchun mana. Mana shunaqa chelagiga suv olasiz, ustiga suv quyasiz. Ha, suv olib chiqing. Ketidan suv solasiz. Mana suv solganingizdan keyin 12 soat turadi mana shu holatda. 12 soatdan keyin mana siz solgan arpez shu darajada ishib chiqadi. Sizga mana shunaqa qop kerak bo'ladi. Mana, qiyin joyi yo'q. Qopga solasiz. Mana. Ag'dardik. Suvni to'kib tashlaymiz. Suvni to'kib tashab turib, mana shu chelagiga solib bitta chayib olasizda. Kirlari tushib ketgandan so'ng iloji bo'lsa mana shu chelagini ichiga solib ustidan suv quyib chaysangiz zo'r bo'ladi. Undan keyin bir kun shu holatda turadi, dimlanib. Mana bir kundan keyin shunaqa holatga keladi arpalar. Mana shunaqa arpani maxsus idishga yoyib chiqasiz. Uy sharoitida ham qilaverasiz. Yoyib chiqqandan keyin ustiga takror yaxshilab suv sepib turib, lekin bo'lsa undan ham zo'r, ustini yopib qo'yasiz. 2 mahal sug'orib turasiz. Ana siz uchun ekonomika bo'ladi bu. Bitta like bosib, mana shunaqa arpalarni tayyorlamay yurgan, gidroponikani o'stirolmay yurgan do'stingizga ushbu videoni jo'natib qo'ying, manfaatli bo'ladi.